Akajon kirib ket, akajon kirib ket. To'xta, qanaqa odamsan? Nima qilasan sen? Nima qilasan? Bitta rasm chiqay aka. Sen kallang joydan bu senga Azizsanovmi? Men kirib ketib, bitta shunday kirib chiqaman. Nima qilasan sen? Jiyanim tug'ilgan kuni bo'lyapti-da, bitta domaloq video qilib bersin, Ergash tug'ilgan kuning bilan sen bu boshqa ishlar kerak. Kallang joyidanmi? Bu senga Maqsudjon Usmonovmi? Jon aka, og'zimga hatto bitta tupursa shunday qo'shiqchi bo'lishni niyat qildim. Bitta o'tib ketdi. Qanaqa opasi? Bu sizga qushloshmas-ku bu. O'te, bobo, mana siz keling bu yoqqa. Bachalar odam sharmanda o'ldiryapti bular. Dunyo yuzini ko'rmagan bular. Jennifer Lopez deydi buni. Sizlar nima bu sharmanda qilib? Senga rasm chizsang bunisi o'zgaramay, jiyaning katta bo'lib ketaman domaloq deydi. Shu gapni betingga tupuraverayman sen. U bu dunyo yulduzidan bir estalgan narsa. Nima qiladi tavol deyapti. Bu tushunay, mana bu o'zingiz nimani xohlaysiz? Mana 1 milliardga sug'urta qildiribdi-ku. Shu bir ushlay. Nima? Sigaret chekyapsanmi? Ha? Sigaret chekyapsanmi? Yo dada, yo bu ano 1 2 3 4. Men ichidan olmabsan. Ha? Ko'chada ol. Olmaydi. Hop. Endi bizni jiyonni aytayotgan bo'lsak, zo'r jiyan. Yer ko'rsin ko'kka sapchiydi. O'tirani kishini ko'ryapman. Turib olayim deb bo'lmasa. Tog'asini bitta tishi yo'q ekan, otasi gapirsin. Ha, endi bu kuyovda otasi tarafi esiga qani, Xudo aytingchi. Endi bu tog'asi to'g'ri aytyapti. Ey, polvon bachcha, meni o'zdim. Men ham yoshligimda to'ylarga chiqib janjal qilardim. To'ylar mening janjalimga o'tmadi, ha, tog'asi. Balki onasi bilan gaplashamiz. Xudo xola, oilangiz haqida gapiring. Endi men oilamiz haqida gapiradigan bo'lsam, bitta o'g'lim bor. Oq yuvib, oq taragaman. Otasini o'zi biram aqlli. Ey, shunday kuyov bo'lsa shunday bo'ladi, ha? Ha, bering qizingizni baxtli qilamiz. Endi o'g'illaringiz bilan qizimiz uchrashuvga chiqishgan. Men bir qizimdan so'ray, yigit yoqdimi? Ha. Alo, qizim, nima bo'ldi? Yigit yoqdimi? Hammasi yaxshi-da, lekin bitta muammo bor-da. Senga nima deysan? Nima deysan? Bilmasam. Nimani bilmaysiz? Agar siz menga turmushga chiqsangiz, biz birgalikda Turkiyaga boramiz, Misrga boramiz, Antaliyaga boramiz, Dubayga boramiz. Ha, undan ko'ra bir yaxshiroq stomatologga borsak-chi? Tansingiz bormi? Estom emas, Aystom. Qani yuring qani. Zamonaviy Aystom stomatologiya bu qulaylik, ishonch va texnologiya bilan birgalikda ishlaydi. 3D rentgen jag' tuzilmalarini tiniq tasvirlaydi, murakkab kasalliklarga oson va ishonchli yechim beradi. Aksiografiya tishlarning joylashuvi, jag' tuzilishi va harakatini sinchkovlik bilan tahlil qilib, harakatiga mos tish tayyorlashga imkon beradi. Har bir bemor gigiyenasi uchun sterilniy muhit, xavfsiz davolash. Aystom zamonaviy texnologiya bilan mukammal natija. Rahmat. Qani aka, bizdan qancha bo'ldi? 70 ming. Gul oldingizmi? Ha, gul oldim. Men mana sovg'a oldim. Men gulni tuvagi bilan oldim. Sen kallang joydan. Ha, buni sovg'agan ekan, ichini to'ldir deb aytasiz. Bu qanday bunisi? Cho'tkida. Voy, mana o'sar qara. Ey, bu o'zi xotining qishloqda turadi. Mana shu o't o'landan bezor. Shunaqa sovg'a ham qiladimi? Mana sovg'ani zo'r, yonib turadigan gul. Bu ham endi gulni o'zingizga ayiq qurib. Maydi, bu. Nima o'ylash kerak? Neyabish narsa o'ylash kerak-ku. Siz Topdim. Ha. Ayollar nimadan bezor? Ishdan bezor, ha? Kelinglar 8-mart kuni ular dam oldida o'rniga biz ishini qilaylik, ha? Yaxshi. Sen xotiningning o'rniga ishla. Bo'ldi. Men xotinimning o'rniga, men ham xotinimning o'rniga ishlayman. Bo'ldi. Kelishdikmi? Kelishdik. Vagingni olay. Mana. Mana Voy, dadasi o'zi qoldi. O sen uchun maxsus qildim xotinjon. Rahmat. Yaxshi. Bu nima? Sen uni qo'y, mana buni mana sen uchun. Rahmat. Ay, sen nima qilasan? Uni mana buni tomosha qil. Yoqdimi senga? Ol xotin. Qani qo'shimiz, qani qo'sh. Shoxlashmaychi. Sheroz bu yoqqa. Nima? Bugun bilasan 8-mart. Shuning uchun ayangni xursand qilishimiz kerak. Uyda hamma ishlar o'zimiz qilishimiz kerak, tushundingmi? Sen mana taraflar hovlilar supur,
Men buni kirib, sigir sovuq chiqaman, tushundingmi? Bo'ldi. Biroqa. Lekin Xamir sovuq ko'ryapman. Mana, ho'sh, Mallaxon. Ho'sh dedim. Yo, ho'sh. Sheraz! Lavay dada nima bu? Buni men so'ldirmayapman. So'ldirmayapti. Ha. Bu sigirni faqat onam so'g'gan. Bu sigir so'g'ishingiz uchun sizdan onam hidi kelib turishi kerak. Shunday deysanmi? Ha? Chop bor. Yangi birlikda kiyimlarni olib chiqqan. Bo'ldi. Undan o'z ko'zini ko'rsataman. Menga qara, ish qilib o'xshaydimi? Qale. Chiroyli so'ra. Kalingga solib beraymi? Qanday chiroyli. Bol, hozir ko'zini o'yib chiqaman. Qani? Ho'sh, Mallaxon. Ho'sh dedim. Ho'sh, Malla. Ho'sh. Sheraz! Ha? Yaxshi. Nima qildim? Turg'iz meni. Nima qildim? Baribir so'ldirmayapti bu. Dada, ayam buni faqat erkalab sog'aydi. Qanday erkalaydi? Qo'shiq aytib bering. Shundaymi? Ha, qo'shiq aytsangiz? Qo'shiq aytish kerak. Ha? Bo'ldi, qo'shig'im bilaman. Chop ishlarni qilaver, men o'zim qo'shiq aytaman. Bir? Ha, bolalik zo'r bo'lardi. Sovuq suv ichsam, onam urardi. Bolalik, ho'sh. Bolalik, ho'sh. Zo'r bo'lardi. Ho'sh dedim. Ho'sh. Sheraz? Ha? Sheraz! Yaxshi. Turingni bir bu. Turing nima bu? Qo'shiq tugul kino qo'yib bersa ham so'ldirmaydi hozir. Qarachi o'zing, nima bo'lyapti bunga? Dada? Ha. Hamma mollar dalada. Ho'kizning tayida nima qilyapsiz? Ho'kiz? Ha? Onang qo'shimni qaldiroq aytamiz. Ayollar dam olishda, biz ishlayapmiz. Baribir erkak kishiga ishonch topshira olmayman qo'shimda. Bildek ketim. Yuliyaday qiz ko'ryapsizmi? Nargizmi? Qo'lida yangi iPhone 10 Pro Max. Kim bergan o'ylaysiz? Eri bo'lsa kerak-da. Erga tegmagan bu. Rostdan. Keyinchi? Xullas, uni bir yigiti bor. O'sha yigiti Ana tayyor. Qo'shim nima qildingiz? Qaldirg'ochni qilib bering degan edim sizga. qaldirg'och nima qilasiz? Burgutdek bo'lgani yaxshi emasmi? Unisiga mayli, qo'shim o'rtasiga nima qildingiz? O'zingiz o'rtani sal oching deganingiz, mana britvada ozroq qirib qo'ydim. Qo'lingizni silayim. Ya aytgan-ku, o'ziga qaytgan, turib qol. Xotinlar bu ish ham shunaqa qiyin ekan. Aziz ayollar, bayramingiz muborak bo'lsin. Sizlar borki, hayotimiz munavvar. Baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Bayramingiz muborak bo'lsin.